Assalomu alaykum hurmatli bizani kuzatuvchi aziz ukalarimiz, joninglar sog'mi. Xo'sh, bugun haftaning chorshanba kuniga Sergeli mashina bozorimizga 2022 kuzov 23 bo'lib chiqqan oq Gentra'miz olib qo'ydik. Mashinamiz yurgan yo'li xo'sh 53 ming bo'lgan, 100% toza, polni shumka qilingan, American Copter original qo'yilgan. Bu mashinamiz Sergeli mashina bozor kirib keldi. Xo'sh, 4 ta yangi archa balon taqildi. American Copter, glansli stoyka, polni shumka, CC3 magnitofon, video registrator, poliglar tashalgan. Holati juda zo'r. Xo'sh, 4-pakalina metan ham qo'yilgan. Ikkitalab kameralar. Mana 90 talik metani ham bor. O'rtoqlar, bu mashinamizga xudo xolasa naqdga 11,5 ming so'rab turibmiz, kelishtirib beramiz. Nasiyaga 3 ming dollardan 12 ta viloyatga chiqib ketadi. Banksiylar xohlagan banklardan qilib beramiz. Salon qismlari, probeglarni ham ko'rsatamiz. Probegimiz xudo xolasa mana 53 ming bo'lgan. Zinalar motiv bo'lib turibdi. Xo'sh, shunaqa mashina qidirib yurgan, tanish bilishlarga tashab qo'yamiz o'rtoqlar. Variantlar hammasidan bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga kirib like, podpiskalardan bermanglar, sog' bo'linglar.